Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi Hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Amerika ovozining 23-iyundagi xabarida advokatlar guruhi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga tutgan muomalasini tekshirishga chaqiriq qildi. Amerika va boshqa davlatlar Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish bilan aybladi. Bu keng ko'lamli xohlagancha tutib turish, majburiy emgakka selish, qiynash, majburiy tug'mas qilib o'tish, bolalarni ota-onasidan ayirib o'tish, madaniyatni yo'qotish qatorliq qilmishlarni o'z ichiga oladi. Beijing kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risidagi ayblashlarni qat'iy rad qiladi. Surgundagi Uyg'urlarga, ya'ni Sharq Turkiston surgundi hukumatiga vakillik qiladigan advokatlarning aytishicha, dushanba kuni ular Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga, Beijingning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatni o'z ichiga olgan qo'shni davlatlardagi Uyg'urlarni yig'ish va ularni qaytarib o'tish tirishchanligining yangi isbotini sungan. Bosh advokat Rodney Dixon Amerika ovoziga elektronlik xat orqali yo'llagan bayonotida bu dalil isbotlar ular qaytarilgandan keyin lagerlarga qamalib, beshiga qandoq ichinishlik ahvollarning kelganligini aniq ko'rsatib berdi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi territoriyasida boshlanib, Xitoyda davomlashadigan bu jinoyatlarga qarata boshqarish huquqi bor. Darhol harakatga kelib, tekshirishni boshlatishni talab qilamiz dedi. 2 yildan beri advokatlar guruhi dalil isbot topshirib kelayotgan bo'lib, bu 3-chi qitimliq dalil isbot. Bu ariz 2020 yili 6 oyning 6 kuni sunilgan. 2021 yili 7 oyning 10 kuni 1-chi qitim. 2021 yili 11 oyda 2-chi qitim. Dushanba kuni 3-chi qitimliq dalil isbot topshirilgan. Advokatlarning so'ziga qaraganda, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga topshirilgan eng oxirgi dalil isbot 2018 yili Xitoydan qochishdan ilgari jazo lageriga qamalib, sual so'roq va qiynashga uchragan guvohchining bevosita guvohligini o'z ichiga oladi ekan. Qonun guruhining bayonotida bu dalil isbotlar Xitoy hukumatining qo'shni davlat Tojikiston qatorliq Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarni o'z ichiga olgan davlatlarda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni yig'ish va ularni majburiy Xitoyga qaytarib berish siyosatini yo'lga qo'yganligini ko'rsatib berdi deyildi. Advokatlar minglarcha Rohingyaning Xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo bo'lgan davlat Bengalga qochgandan keyin Xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo bo'lmagan davlat Bermaning chegara atlab Xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo davlat Bengalda ishlagan jinoyatlarga qarata tekshirish ilib borganligini ulgu qilishni umid qiladi. Da'voga mas'ul advokat Rodney Dixon Kiyusi keng ko'lamli chegaradan qo'g'lab chiqarib o'tish va g'oyib qilib o'tishning jiddiyligi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini taftishning buning ishxonasining Ukrainaliklarning Rossiyaga avatilganligiga oid dalil isbot to'plashini bekitishning haqliq ekanligini tunutdi. Mushunga o'xshash Uyg'ur va boshqalarning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatdan Xitoyga majburiy qo'g'lab chiqarilishining dalil isbotlarining yig'ilishi va ko'zdan kechirilishi lozim dedi. 2018 yili Tojikistondan Turkiyaga qochib kelgan boshqa Uyg'ur shahidlar Xitoyning Tojikistondagi soqchi va ko'chmanlar ishxonasiga mas'ul amaldorlarga Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish uchun qandoq besim ishlatganligini aytib bergan deyildi. ANI to'rining 24-iyun, ya'ni bugungi xabarida bu bir oyda yuz bergan bir yurish voqealardan beri Xitoy xalqaro jamiyat bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotini aldashni g'alabalik tamomladi. 4 yildan beri bir necha qitim keyniga surgandan keyin Bachelet atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari duch kelgan inson haqlari dafsanchiligining realligini ko'rish uchun xizmat guruhi bilan atalmish Şinjanga berish fursatiga erishdi. 23-maydan 28-maygacha Guangdong va atalmish Şinjangni 6 kun ziyorat qilgandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari kengashining xizmat guruhi xalqaro jamiyat va inson haqlari tashkilotlarini hayron qoldirib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga tutgan muomalasida xuddi Shatutdek Beijingning tashviqotini qilib, Beijingni pokizga chiqardi va atalmish Şinjanga Xitoyni tekshirish uchun bormaganligini aytdi. U rahbarlik qilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari kengashi 2018-yildan beri atalmish Şinjangdagi inson haqlariga munosabatli dokladni e'lon qilmadi. Axborot vositalari atalmish Şinjang haqidagi dokladni 2021 yil sentabrda e'lon qilgan edi. Onun ustiga Bachelet bu yil sentabrda vazifasining oxirlashganligini va bundan keyin vazifa o'tamaydiganligini aytdi. Bacheletning Xitoy bilan hamkorlashib qilgan ziyaratidan keyin doklad e'lon qilinsa foydali bo'ladi. Bachelet sentabrda ishxonasidan ayrilguncha doklad e'lon qilinmasligi mumkin. Dokladning e'lon qilinmasligi Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ta'sirining yuqori ekanligini tushuntirdi. Bacheletning ziyarati mezgilida soqchi hujjatlari oshkorlangan bo'lsa-mu, Bachelet axborot e'lon qilish yig'inida buni tilg'ama olmadi.
jurnalistlar və muxbirlarning uni ziyorat qilishiga ruxsat qilinmadi. Rossiyaning Ukraina ishg'oliga aloqador maydonga kelish ehtimolliga bo'lgan ocharchilik va energiya yetishmasligi krizisi dunyoning diqqatini chashdi. Bachelet xalqaroning ayblashiga uchradi. Xitoy, Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan vahshiylikni yoshirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari gruppasini qo'llandi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari kengashining 50-chi qitimliq yig'inidan burun Kubaning vakili 70 davlatga vakolatan inson haqlari dafsanchiligini bahona qilib, Xitoyning ichki ishiga aralashishga qarshi turadiganligini, inson haqlarini siyosatning quroli qilib olishga bo'lmaydiganligini aytdi. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan qo'yiq diplomatik munosabat o'rnatib, mustabid, namrat, ojiz davlatlarning yordami bilan inson haqlariga aloqador tashviqotini yaymoqda deyildi. Vatanparvarlik, vatan sevgisi masalani nihoyatda yaxshi tushunmak va u masalani hal qilish chorasini topmoq demakdir. Bizning masalamiz demokratiya va o'rlik talab qilish bo'lganda, biz qaysi vatan, kim uchun vatanparvarlik qilamiz? Bizning mustaqil bir vatanimiz bo'lishi kerak. Biz hech kimdan vatan, tuproq talab qilmaymiz. Faqat tortqizib qo'ygan, ishg'ol qilingan tuproqimizni qandoq badal to'lash talab qilinsa, shundoq badal to'lab qaytarib olamiz. Ahvol qanchalik umidsiz ko'rinsimi, har vaqt vatan, xalq uchun bir ishlarni qilishimiz kerakligiga ishonishimiz lozim. Natija ko'rinmasmi, bu yo'lda tavranmay mengishimiz lozim. Qudratli Alloh, irodamiz mustahkam, tirishchanligimiz izchil bo'lsalar, natijani ko'rsatadi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.